Assalomu alaykum. Qafaslarimiz 80% ga bitdi. Sal tushuncha berib o'tib ketek. Bunisi damashniy o'zimizning qora tovuqlar uchun qilingan qafas. Xullas nasl olish uchun. Mana oyog'imda tekis bo'ladi. Tuxumi admanka, cho'qib yeb olmaydi, orqaga dumalab tushadi. Bu ham avtomat bo'ladi. Avtomat liniyaga moslab ketganmiz. 2 qator, 3 qator qo'yib, yemini, go'ngini avtomat qilsa bo'ladi. Mana bu detallar shuni zapchastlari, shu kunlarda teramiz, uni ham ko'rsatamiz. Bunisi broiler jo'jalari uchun va xonaki tovuqlar jo'jalari uchun bedana boqsa ham bo'ladi. Ular любой parandan jo'jasini boqsa bo'ladi. Mana bu yerda yemini 1 kunlikdan boshlab 45 kunlikgacha возможность bor. Broiler uchun va jo'jalar uchun. Bu ham avtomatika. Hattoki mana bu ham o'sha 100 metr, 50 metr bo'lgan taqdirda ham avtomatda boshqariladi. Bittada yopadi, bittada ochadi hammasini. Buni ham lentasi bor. Paylikalarni endi uстановка qilyapmiz. Mana bu holatda bo'ladi. Netkavallar o'rnaydi. Az qoldi. Bunisi 5 etajli bedana qafasimiz. Hop, mana ko'rib turganlaringdek eshiklariga o'zgartirish kiritganmiz. Bu ham avtomat. Hop, paylkalari mana har bitta devorga qo'yamiz. Bakostenkada bunisida ham bo'ladi. Remont qilgan oson, masalan 12 qo'lingiz yetmasligi mumkin edi-da, shuning uchun yoniga olib qo'ydik. Remont qilish uchun oson bo'lsin deb.